Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, mana bahorgi kiyimlar ham mana sotuvga chiqibdi. Nech pul deyapsiz aka bularni? Bular 25 ming so'm. Narxi 25 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa bulardi? Razmeri 56, 58, 60. 3 ta razmer bo'ladi. 56, 58, 60 ekan razmeri. Donaga nech pul aka bu? Donaga bular 25 ming, pachkaga 23 ming. Pachkaga 23 ming so'm, donaga 25 ming ekan. 25 ming berib xohlagan razmerda olaveradimi? Xohlagan razmerda. Bo'ldi. Bu shuni rasvetkasi. Mana. Bu yashil, bunisi havorang. Bor. Qorasi ham bor deyishyapti. Bunisi alohida ekan, boshqa ekan bu. Bu qalinrog'i nech pul aka bu? Pachkasi bular. 32 ming so'mdan ekan. Pachkaga. Donaga nech pul? 35 ming so'm ekan. Donaga. Buni razmeri nechidan nechigacha? Bular 56, 58, 60. 56, 58, 60 a? Ha, shtey dollardan turib. Mana. Mana bir rasmi bari qanaqangi bo'lyapti hozir? Buni pastda turgan, shikalatirang. Nech pul narxi buni? 35 ming. 35 ming donaga? 32 ming pachkaga? Bular o'zi dona 45 ming sotilgan narsalar mana. Zo'r. Zo'roq qo'ydik. Yana ham bir bahorda ozroq olsin deb. Ha. Razmerlar katta-katta. 56, 58, 60 a? Undan kattasi ham bormi razmerini? Hozircha yo'q. Hozircha shu razmerlar a? Bo'ldi. Hozircha shu razmerlar ekan. Materiallari nima bulardi? Bular budring. Budring ekan materialining nomi. Budring emas, budring. Xo'p, bu akam tapchika ham sotyapti. Oyoq kiyimiz nech pul aka? Bular 25 mingdan boshlanadi. Xo'p, 25 mingdan boshlanadi. 40 minggacha hozircha. 40 ming so'mgacha ekan. Mana jajjisi nech pul? Mana kichkinacha. 25 ming. 25 ming? Mana. Jajji. Bu 1 yosh oilalarga ham tushiradi. Buchi? Bular ham 25 ming. 25 ming so'm ekan. Yaxshi, telefon nomeringiz necha aka sizni? 90lik 508 508 62 30. Telefon qilaverasizlar a? Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'lyapti. Ertalab 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar.